Yo'q, Adolat, men skidka qilmayman. Menga to'g'ri kelmaydi skidka. O'rtoqlar ko'rdinglar, bizda hech qanaqa skidka yo'q dedilar, lekin biz baribir ko'ndirdik. Toshkent shahrida 10 ta, respublika bo'yicha 13 ta filialga ega bo'lgan Nazokat 79, ya'ni bolalar va ayollar massajiga keldik. Esingizda bo'lsin, professional, oliy ma'lumotli osteopat. Bu ma'lumotni sizlarga aytishimga qarshi bo'ldilar, lekin aytmasam bo'lmaydi. Faqatgina boy oilaning farzandlari emas, oddiy insonlarning ham bolalari kasal bo'ladi. Nazokat opam aynan mana shunaqangi oilani farzandlarini, ya'ni moddiy tomondan qiyinchiligi bor oilaning farzandlarini bepul davolab kelarkanlar. Nazokat opa, rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Endi mumkin ilovasi orqali kelganlarga nima chegirmalar qilib berasiz? Shu haqida ma'lumot bersangiz. O'zi men hech qachon o'quv kursimga chegirma qilmaganman. Mayli dekabr oyidagi o'quv kursimga chegirma qilib beraman. Menda ikki xil kurs bor, individual kurs va oddiy kurs. Individualniy kursimga men 3 million skidka qilib beraman. Umumiy kursimga ham chegirma qilib beraman. Bolalar massajiga kelsak, menda professional massajistkalar, meditsinskiy obrazovaniyasi borlar ishlaydi. Boshqalar bilan solishtirsanglar, o'zi bizda shundoq ham narxlar yaxshi, lekin shunda ham har oy biz ham chegirma imkoniyati yo'llagan, ham bepul massajlar qilib beramiz. Mumkin ilovasidan kelayotgan har bir patsientga va bizga e'tibor qaratganingiz uchun sizga katta rahmat. Xudo xolisa o'zim ham kelaman. Rahmat, faqat mumkin ilovasidan kelganlar uchun emas, butun xalqimiz uchun xizmatga tayyormiz. Mumkin ilovasini yuklab oling, to'liq ma'lumot va lokatsiyalardan xabardor bo'ling.